Assalomu alaykum. Loyihamiz umumiy holatini birgalikda ko'rib chiqamiz. Darvozaxonamizdan kirganimizda asosiy binomiz to'g'rida joylashadi, 2 qavatli bo'ladi. O'ng tarafimizda tapchan joylashadi. Burchakda yozgi oshxona va darvozaxonaning o'ng tarafida yakkalik mehmonxona bo'ladi. Va bu tarafda bizda eski uylarimiz joylashgan va orqa tarafga o'tib ketish joyimiz va podvalga shu joydan tushib ketiladi. Uyimiz orqasida molxona, огород joylashadi. Uyimizning orqa tarafdan ham chiqish joyi bor, ya'ni bu oshxonadan chiqiladi. Xonalarning ichini ko'rib chiqamiz. Bizda asosiy binoga kirish va o'ng tarafda qo'shimcha mehmonxonaga kirish ham bor. Mehmonxonaga uning ichkaridan ham kirsa bo'ladi. Asosiy binoga kirganimizda o'rtada xoll va ikkita tarafda xonalar joylashgan. Oshxonamiz uyning oxirida, o'ng tarafimizda mana. Bizga parallel tarafda yotoqxona joylashadi. Yotoqxonamizda o'zining hammomi ham bor. Umumiy sanuzorxonamiz o'rtada bo'ladi. Bu tarafda bolalar xonasi joylashadi. Va ikkinchi qavatimizga chiqib ketish zinamiz. 120 lik zina qo'yiladi bu yerga. Aylanib chiqqanimizda ikkinchi qavatimizdan birinchi qavat bilan bir xil holatda bo'ladi, faqat xonalar o'zgaradi. Bu o'ng tarafdagi yotoqxonamiz yana o'zining holatida, o'zining hammomi bo'ladi ichida. Undan keyin ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzel. Chekkada bolalar xonasi joylashadi yana. Ikkinchi tarafimizda bizda dam olish xonasi mana va oshxonamizning tepasida bu yerda ham bitta zal. Va bizda ikkinchi qavatda balkon ham bo'ladi. Umumiy holatni ko'rib chiqdik. Endi yuqoridan qarab chiqsak bo'ladi xonalarga.